Avvalambor assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshi insonlar, musulmon ahli, yaxshimisizlar, tanjonlar insonmi? Hammalarga xayrli kech. Bugun 18-iyun 20:56 bo'ldi soat. Kech bo'lsa-da sizlarga bir ishdan charchab kelgan paytlarimda bir chiroyli video qilay dedim. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlar bilan bugun biz 18-iyun kechasi 20:56 da birgalikda to'g'ri bostiramiz. Biroq insonlar kech qoldim deydi. Kech qolganingiz yo'q, hali erta. O'shuning uchun bostiraveringlar. Kimdan tuxum olasizlar, kimdan kechki cho'ja olasizlar, boqaveringlar. Boqishga ham bog'liqda. Endi kunda issiqda masalan aytmanda kechgacha qo'yib yuboradigan insonlar ham bor. Issiq o'tib qoladi. O'shuning uchun salqin-salqinda boqsalaring, ishtahasi yaxshi bo'ladi. Biroqlar telefon qiladi. Anvar aka deydi, cho'ta deydi, ishtahasi yaxshimi, yaxshi emas deydi, uncha don yemayapti deydi. Salqinda boqinglar. Mana biz joylar salqin. Mana oldini ochib qo'yamiz, tomonda ochib qo'yamiz. Salqingina. Xudo xolasa 3 ta kurkuni bugun sizlar bilan birgalikda bostiramiz. Endi qanaqa zotlar bostirayotganini sizlarga sekin video tarqatib ko'rsatamiz. Bugun Muhsin akamdan bir yaponchadan katta, to'g'ridan kichkina to'g'ri olib keldim. Undan tashqari kecha Hojiakbar ukamiz mahallasi bittasida kurki bor ekan. Hozirgi kunda 100 ming bo'lyapti kurklar. 100 ming. Endi paytiga endi 350 ming, 400 mingga olgansa, to'g'rimi? 100 ming so'm bo'lyapti. Demoqchimanki, bozorga borsalar ham o'sha 80 ming, 90 mingta to'g'ri beryapti. 100 ming so'mga kurki olib bostirsalar ham bo'ladi. Ana shunaqa. Xo'p, kamerani o'tmay qarataman endi. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlarga endi sekin ko'rsataman endi. Mana shu ikkitasi Xitoy bilan Yapondan. Mana shular raketadan, Shamu bilan Malladan chiqqan raketa xulosa qo'yganman. Bu Chokko janoblari. Ikkitasi Chokkodan. Aksana Shamudan, bitta Vyetnamdan. Bitta Malladan, bitta Maqshamodan. Hop. Bunisi Chingizdan. Hop. Bunday qilamiz. Bunday qilsak 10 bitta bo'ladi. Endi unga 12 ta bostirsak ham bo'laveradi. Chunki tovuq katta. 12 ta bostiramiz. Bu tovuqni bostirlarga ko'rsatib o'taman. Hop, ikkinchimiz. Mashg'ulotlar hammasi Koreyadan kelgan xo'roz bilan qoraga qora qilib qo'yilgan. 4 tasi o'shandan. Kim ko'rgan bo'lsa, Oqmakan olib kelgandim, 28 ta bolasiga qo'yganman. Shundan bitta bundan bo'lyapti. Mashlar 6 tasi Malladan, bittali Yulduzan qizdan ham bor. Xo'roz Mallayu, joldan kelgan makiyon bor. Bular 6 ta. O'sha obunachilar 10 bitta bo'lyapti. Bu ikkinchi to'g'imizga. Xo'p, uchinchi to'g'imizga, kurkimizga. Mana shular hammasi Madagaskardan. 5 tasi Madagaskardan, bitta Azeliya zamondan. O'xshi mana shu yerda 6 ta bo'lyapti. Bitta Azel, 5 ta Madagaskar. Xo'p, keyingisi. Hop. Bular mana shular hammasi shamolardan, raketa shamolardan. 4 tasi. Bittasi Mambo Turkdan. O'xshi bo'lyapti, 10 bittadan bostiryapti. Hammasiga 10 bittadan bitta mana shunga 12 ta bostiryapman. To'g'ri ham sizlarga ko'rsataman. Mana shu 3 tani bugun bostiramiz. Bitta chistada bostiramiz. Ilohim behad ochsin, duo qilib qo'yinglar. Ko'pchilik duosi ijobat deydi. Ha, to'g'imizni uqantiryapmiz. Sekin ochaman.